Nima uchun aynan 2026-yilga kelib PUBG Mobile Lite versiyasi qayta tiklanishdi o'rniga umuman boshqa versiyasi yaratildi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 25-avgust kuni PUBG Mobile Lite yangi versiyasi chiqariladi. Lekin aynan nima uchun yangi versiya? Shuncha ovoragarchiliklar kimga kerak? Bundan ko'ra o'zlariga ham bizga ham yaxshi qilib oldingi PUBG Lite chitellardan tozalab bersa bo'lmasmikin degan savol jijimelar kelishi mumkin. Xuddi mash savollarga hozir o'zim o'ta go'zal qilib javob beraman. Lekin undan oldin sizlarga iPhone XR, ya'ni o'zimning shaxsiy akkaunt savdoimni tavsiya qilaman. Chunki har doimgidek o'ta go'zal akkauntlar o'ta mo'tadil narxlarda turibdi. Bemalol cho'chimasdan o'tib olsangiz bo'ladi. Silkalari har doimgidek aktualniydi. Hammasi o'zim 100% garantiya beraman. Qani unda videoni boshladik. Birinchi navbatda PUBG Lite tiklashmaganiga asosiy sabab hammamiz biladigan osmonga apchiqib uradigan chitellar emas, balki o'yinda kodlari eskirgani. Ya'niki o'yinni boshqarish tizimi butkul buzilib ketgan. Masalan, oxirgi paytlar e'tibor bergan bo'lsangiz, Zavoga chiqqaningizda sizga bagiga skin beryapti yoki erpidan qanaqadir X yutlar kelyapti. Ayniqsa arujalar, hattoki o'yin valyutasi bo'lgan BC'da ham vizlom qilishgan edi. Aynan shu sababli ham biz biladigan oldiy PUBG Lite tiklashmadi. Uni o'rniga yangi versiyasini chiqarishni qo'ydi. Ha, endi afsuski biz kutgan onlar kelmaydi. Ya'ni PUBG Lite bilan butun umrga xayrlashamiz. Lekin bilaman, hamma xotiralar bizning qalbimizda. Ba'zilariki bo'lsa qovurg'asida. Masalan, meniki o'pkamda. Xullas, ashnaqa gaplar. Qilgan mehnatim sizga zarracha yoqqan bo'lsa, bitta like bilan obunaga po'kilatib kalla qo'yib keting. Chunki bu narsa menga juda ham katta motivatsiya beradi va har kuni yangi videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammalarga oldindan rahmat.